Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugungi darsimizda ma'lumotlarni emailga bog'lashni ko'rib chiqamiz. Buni bizni dasturimizda qarz bersak, ya'ni qarz yasagan vaqtimizda kontaktimizni emailga yuboradigan qilish misolida ko'ramiz. Buning uchun kontaktimizda email bo'lishi kerak. Email deb ochib olaman bazaga kirib va biz kontaktga regeneratsiya berishimiz kerak. Bazamizda o'zgarish qiladigan bo'lsak, API'da yangilash hisoblanadi. Mana email paydo bo'ldi. Endi kontaktga kiraman va emailni o'zgartiraman. Ibrat no code school. Ibrat no code school bor, saqlanishni bosaman. Mana kontaktimiz saqlandi. Endi plus automation qismidan o'tgan safar biz Telegramni ko'rib chiqdik. Endi biz email yasash uchun alohida bot yasaymiz. Ya'ni bu joyda kontakt, qarz berish. Mana bu qarz berishda demak yasalishni ko'rib chiqdik. Tanlaymiz. Bu joyda mana send email bor. Send emailni tanlaymiz. Bu joyda mana qarz yasalsa, demak o'sha ma'lumotni qanaqa yuborishlarni o'zi to'ldirib qo'ydi. Bu joyda to avtomatik o'zimizni belgilab turadi. Ya'ni AppSheet qaysi akkaunt ochilgan bo'lsa, o'shani belgilab turadi. Biz buni kontaktimizni olish uchun bu yerga funksiya olishimiz kerak. Ya'ni bu joyga qarz berishda kontaktdagi email saqlanib qildik mana. Bo'ldi, endi bitta qarz yasaymiz. Qarz berishga o'tib, kontakt tanlab, masalan 1 million so'm tanladik. Mana yubordi. Endi men gmail.com ga kiraman. Gmail.com ga kirsam, mana demak bizga keldi ma'lumotlar. Onlayn qarz daftaridan notifikatsiya keldi. Emailga kelgan vaqtida kontaktimizni ID'si kelib qolibdi, chunki to'g'ridan-to'g'ri bazadan olib keladi bu. Shuning uchun biz automation qismida kontakt nomini yuborish uchun dataga o'tdimda, qarz berishda kontakt nomini virtual ustun orqali tortib keldim. Kontakt nomini belgiladim, kontaktni ismini tortib keldim va automation qismida mana kontakt nomini tortib kelgani hisobiga avtomatik keyingi emaillarda ismi yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamga obuna bo'ling va AppSheet imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.